Assalomu alaykum. Agar bilsanglar, anarxiyada bitta muammo bor. Protokol error. Bu narsa asosan nimadan kelib chiqadi? Sizlar past versiyadagi serverga katta versiyadan kirsanglar. Misol uchun bizda anarxiyamiz bor. Bu anarxiyaning versiyasi 1.20.04. Misol uchun kiradigan bo'lsanglar, hozir menda 1.21.11 versiya. Marhamat, protokol error. Hozir buni to'g'rilashga o'rganamiz. Bizga bitta mod kerak bo'ladi. Via Fabric Plus. Bizlar mana shu yerda olib turib, o'zimizni mod papkaga tashlab olishimiz kerak. Yod etilgan Every Minecraft Server Version, ya'ni sizlar Classic, Alpha, Beta, Release va barcha versiyadagi Minecraftlarda o'ynashingiz mumkin. Bu juda ham qulay narsa. Mana shu yuklab olsanglar, sizlar mana shu protokol error muammosini hal qilsanglar bo'ladi. Men buni yuklab olganman va sizlar buni mod papkaga tashlab olasizlar. Va tepada multiplayerga bosganingizda tepada mana Via Fabric Plus degan bo'lim chiqadi. Bu tomonda har xil versiyalar bor. Biza o'zimizga kerakli bo'lgan versiyani tanlab olishimiz kerak. Bizning narxi asosan 1.20.04 uchun. Men shuni qo'yib olaman. Kuchsiz kompyuterlarda sal qotish bo'lishi mumkin. Bu tabiiy holat. Hech qisi yo'q. Endi kiramiz serverga. Va endi anarxiyaga bosadigan bo'lsak, bizda bu muammo hal bo'ladi. Hech qanaqa mana muammo kuzatilmaydi. Misol uchun erta o'qib ko'radigan bo'lsak, mana tezda ertaga bo'ladi. Hech qanaqa protokol error muammolari yo'q. Hammaga rahmat. Keyingi muammolar bo'yicha kommentariyaga yozsanglar, xudo xolasa hal qilishga harakat qilamiz. Hammaga rahmat. Obuna bo'lishni unutmang.